Baliqchi va qalqon baliq. Bir zamonlar baliqchi bilan uning xotini bo'lgan ekan. Ular katta bir dengiz bo'yida joylashgan jarlik oldida kichkina kulbada yashashar ekan. Har kuni baliqchi o'sha jarlik yoniga borib, u yerda baliq tutib, shu yo'sinda kun kechirishar ekan. U o'z hayotidan juda ham mamnun ekan. Biroq uning xotini doim kimdandir yoki nimadandir norozi ekan. Mana bu kulbaga qarang, hamma joyini chirk va chang bosgan. Uf, uni har kuni tozalash jonimga tegib ketdi, derdi u norozi bo'lib. Baliqchi xotinini juda ham yaxshi ko'rar ekan, lekin uning uchun nima qilsa ham xotini o'zini baxtli his qilmas ekan. Baliqchi bordi-yu unga baliq olib kelsa, u baliq o'rniga qisqichbaqa so'rar. Olma bersa, olma o'rniga shaftoli keltirishini buyurar ekan. Baliqchi nima qilsa ham xotinining ko'ngli sira yorishmas ekan. Bir kuni baliqchi odatdagidek baliq tutgani jarlik yoqasiga boribdi. U qarmog'ini dengizning tubiga tashlab kuta boshlabdi. Oradan bir necha soat o'tgach, qarmoq nihoyat qimirlabdi. Oho, baliq tutildimi deyman. Baliqchi qarmoqni mahkam ushlab torta boshlabdi. Namuncha og'ir bo'lmasa bu, baliq juda ham katta bo'lsa kerak-da, o'ylardi u. Baliqchi qarmoqni tortibdi. Qarmoq suvdan chiqqanida baliqchi qarmoqqa ilingan qalqon baliqni ko'rib hayratga tushibdi. Qalqon baliq juda ham rangdor bo'lib ko'zni oladigan darajada tovlanardi. Nihoyat meni tutishga erishding-ya, baliqchi. Baliq gapirganini ko'rib baliqchining hayrati yanada oshibdi. Sen rostdan ham gapirdingmi yoki men aqldan ozyapmanmi, debdi u. To'g'ri eshitding, baliqchi. Men gapira olaman, chunki men boshqa baliqlardan farq qilaman-da. Men aslida sehrlangan shahzodaman, debdi u. Nahotki ishonish qiyin bunga, debdi baliqchi. Quloq sol, meni qo'yib yubor. Baribir mazali emasman. Evaziga tilagingni barchasini bajo keltiraman, debdi qalqon baliq. Yo'q, bunga hojat yo'q. Bora qol dengizga, endi ozodsan, debdi baliqchi va uni dengizga uloqtiribdi. Baliqchi xotiniga qalqon baliq bilan bo'lgan suhbatni tezroq gapirib bergisi kelardi. Shu bois uyiga erta qaytibdi. Bundan hayron bo'lgan xotini uni savolga tutibdi. Nega buncha erta qaytdingiz? Baliq tutmadingizmi? Hech bo'lmasa meva ham olib kelmabsiz. Azizam, men bugun baliq tutdim, biroq u baliq gapirishni bilar ekan. U menga aytdiki, u shahzoda ekan. Nima? Keyin nima bo'ldi? Keyin u menga tilak aytishimni shu zahoti bajo keltirishini aytdi. Men shoshib qoldim. Unga rahmim kelib, uni dengizga qaytardim, debdi. Voy, demak siz sehrli baliqni tutdingiz va undan hech nima so'ramay suvga qaytardingiz, shundaymi? Ishongim kelmayapti. Uni hayotini saqlab qolibsiz. Xo'p, evaziga biron nima so'rasangiz bo'lardi-ku. Masalan, uy so'rang edi. Endi ortingizga qayting-da, undan men uchun yangi uy so'rang, debdi xotini jahl otiga minib. Baliqchi xotinini rad qila olmabdi va dengizga qaytibdi. Va qalqon baliqni baland ovozda chaqira boshlabdi. Hoy, sehrli baliq, meni eshityapsanmi? Men o'sha haligi baliqchiman. Iltimos, menga ko'rinish ber, debdi baqirib. Qalqon baliq xuddi baliqchini qaytib kelishini bilgandek bir zumda suv yuziga suzib chiqibdi. Nima xohlaysan, baliqchi? Debdi qalqon baliq kulib. Mening xotinim juda ham baxtsiz. U kulbada yashashni ortiq xohlamayapti. Yaxshiroq uyda yashashni istayapti, debdi. Baliq, u xohlagan narsa endi muhayyo bo'ldi. Uyingga bora qol, debdi va suv tubiga sho'ng'ib ketibdi. Baliqchi shu zahoti uyiga chopibdi. Borib qarasa, eski kulba o'rnida endi yangi 2 qavatli uy turar. Uyning ichi shinam va top-toza edi. Uning ichidagi jihozlari ham yangi va zamonaviy edi. Azizim, qarang, bu uy anchagina katta va ozoda ekan. Xuddi men istaganimdek, debdi og'zi qulog'ida xotini. Ha, azizam, bu uyda uzoq va baxtli hayot kechiramiz endi, deb javob qaytaribdi baliqchi. Albatta, azizim, debdi xotini. Lekin o'sha kuni tunda xotini aslo uxlay olmabdi. Ertalab tong otgach, nonushta qilishga o'tirgan baliqchiga yana talablarini sanay ketibdi. Azizim, men yaxshilab o'ylab ko'rdim. O'ylab qarasam, bu uy bizga toriq qilar ekan. Men koshonada yashashni istayman, debdi qo'llarini ko'tarib. Nima? Hayrat oshibdi baliqchining. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Men koshonada malikalardek yashashni istayman. Men malika bo'lishni xohlayman. Boring, baliqqa tilagimni yetkazing, debdi. Ilojsiz qolgan baliqchi nima qilishini bilmay yana dengizga kelib, qalqon baliqni chaqira boshlabdi. Hoy, sehrli baliq, meni eshityapsanmi? Men o'sha haligi baliqchiman. Iltimos, menga ko'rinish ber. Qalqon baliq bir zumda suv ustiga suzib chiqibdi.
Mening xotinim juda ham norozi, debdi baliqchi. Nega? Nima bo'ldi? So'rabdi baliq. U endi koshonada yashashni xohlayapti, malika bo'larmish, debdi baliqchi. Bora qol baliqchi, xotining tilagi ijobat bo'ldi, debdi baliq va yana lip etib suv tubiga kirib ketibdi. Baliqchi uyiga qaytganida kichik uy o'rnida endi muhtasham saroy turganini ko'ribdi. Uning xotini esa saroy o'rtasida ulkan taxt ustida o'tirardi. Azizam, malika bo'libsanmi? Buncha chiroyli bo'lmasa bu saroy nima deding? Debdi baliqchi hayratlanganicha. Ha, shunaqa. Xo'sh, endi baxtlimisan? So'rabdi baliqchi. Yo'q, men aslida malika emas, xoqon bo'lishni istayman. Nima? Turgan joyida dong qotibdi baliqchi. Qalqon baliq seni xoqon qilmaydi, axir tushunsang-chi buni, debdi baliqchi darg'azab bo'lib. Qani buni baliq hal qilsin-chi, boring-da meni tilagimni bajo qilishni undan talab qiling, debdi xotini. Qayg'uga botgan baliqchi xotinini baxtli qilish uchun yana dengizga kelibdi va qalqon baliqni chaqiribdi. "Hoy, sehrli baliq, meni eshityapsanmi? Men o'sha haligi baliqchiman. Iltimos, menga ko'rinish ber", debdi baqirib. Qalqon baliq bir zumda suv ustiga suzib chiqibdi. "Mening xotinim yana norozi", debdi baliqchi xijolatli bo'lgancha. "Nimalar deyapsan? Endi nima xohlayapti?" so'rabdi baliq. U xoqon bo'lmoqchi. "Mayli, tilagini bajo keltiraman. Xotining endi xoqon bo'ldi", debdi qalqon baliq va suv to'piga sho'ng'ib ketibdi. Uyiga shoshgan baliqchi uzoqdan saroyning yanada kattalashganini ko'ribdi. Muhtasham saroy darvozalari oldida soqchilar turar, xotinini esa yanada kattaroq taxt ustida xoqon sifatida o'tirardi. "Voy, azizam, rostdan ham xoqon bo'libsan." "Ha, shunaqa", kibrlanib debdi xotini. "Xo'sh, endi ko'ngling joyiga tushdimi?" so'rabdi holdan toygan baliqchi. "Nima desam ekan? Bu haqida keyinroq gaplashamiz, maylimi? Men bugun juda ham charchadim. Uyqum keldi", debdi xotini. Ikkisi uxlashga yotibdi. Baliqchi xotinim yana nimadir talab qilmasmikan deb xavotir olibdi. Ishqilib hech nima so'ramasin-da degan o'yda uyquga ketibdi. Biroq xotini tunni yana bedor o'tkazibdi. U tuni bilan baxtli bo'lish uchun baliqdan yana nimalar so'rasam ekan, yana nimalar meni xursand qilishi mumkin ekan deb o'ylab chiqibdi. Oradan bir hafta o'tibdi. Ayol baliqchini yoniga chaqiribdi va debdi: "Azizam, men o'ylab ko'rdim. Vaqt o'tib ketaverar ekan, qarang. Men vaqtni nazorat qilishni istayman. Bundan tashqari, osmonda, koshonamda yashashni, u yerdan turib quyosh va oyni boshqarishni xohlayman", debdi. "Nimalar deyapsan, ey xotin? Qayerdan olding bunday bo'lmag'ur xayollarni? Shuncha boylik, kuch-qudrat nahotki qoniqtirmayotgan bo'lsa seni", debdi baliqchi baqirib. "Agar rostdan ham baxtli bo'lishimni istasangiz, hozirroq aytganimda qiling. O'sha baliqqa tilagimni tezda yetkazing", debdi xotini qaysarlik qilib. "Axir buni qanday qilib baliqqa aytaman? Iltimos, o'ylab ish qil", debdi baliqchi. "Voy, mazam bo'lmayapti. Nima, meni baxtli bo'lishimni istamaysizmi, azizam?" debdi xotini o'zini kasalga solib. Bosh qotgan baliqchi tavakkal qilishga, qalqon baliqning yoniga kelishga qaror qilibdi. Va chaqiribdi: "Hoy, sehrli baliq, meni eshityapsanmi? Men o'sha haligi baliqchiman. Iltimos, menga ko'rinish ber", debdi baqirib. Qalqon baliq bir zumda suv ustiga suzib chiqibdi. "Afsuslar bo'lsinki, xotinim yana norozi", debdi baliqchi xijolat bo'lib. "Afsusdaman, yana nima xohlaydi?" deb so'rabdi baliq. "U osmonda, saroyda yashab, vaqtni nazorat qilishni, quyoshni va oyni boshqarishni istayapti", debdi baliqchi quyoshni ko'rsatib. "Mayli, tilagini bajo keltiraman. Uyingga bora qol", debdi baliq xotirjam va suvga sho'ng'ib ketibdi. Baliqchi uyiga chopibdi. Yugurib borib qarasa, na saroy va na xotini bor ekan. U osmonga, bulutga qarab: "Xotinjon, qayerdasan? Seni ko'rmayapman", deb baqiribdi. Hech qanday javob kelmagach, u ortiga, qirg'oqqa, yana baliqning yoniga qaytibdi. Va sehrli baliqni chaqirishni boshlabdi. "Hoy, sehrli baliq, meni eshityapsanmi? Men o'sha haligi baliqchiman. Iltimos, ko'rinish ber tezroq", debdi baqirib. Baliq ko'rinishi bilan esa shoshib so'rabdi: "Hoy baliq, xotinim qani? Unga nima bo'ldi?" deb so'rabdi. "Men faqat uning tilagini bajo keltirdim, xolos. U vaqtni boshqarish uchun hamma narsadan, sendan ham voz kechdi. Shu bois na sen uni ko'ra olasan, na u seni", debdi baliq. "Oh, baliqjon, men sening hayotingni saqlab qoldim, lekin evaziga o'zim uchun hech nima so'ramadim. Hozir esa sendan yalinib so'rayman, xotinimni ortiga qaytar", debdi baliqchi. Qalqon baliq: "Rost aytasan. Xo'sh, nima xohlaysan, tilagingni?" deb so'rabdi.
tilagim shuki, xotinim har doim men bilan birga bo'lishini va baxtli hayot kechirishini istayman, debdi baliqchi. Bora qol uyingga. Sen aytgan hammasini bajo keltirdim. Xayr, omon bo'l, debdi baliq va suv ostiga sho'ng'ib ketibdi. Baliqchi shosha-pisha uyiga qaytibdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, xotini kichik kulbasi ostonasida uni kulib kutib turardi. Xotinining yoniga kelganida esa uning gaplaridan yanada hayratga tushibdi. Azizim, meni kechiring. Inson o'zida bor narsani qadriga yetish kerakligini hamda bular uchun shukr qilish lozimligini endi angladim. Endi bilsam, men siz bilan shu kichik va ko'rimsiz kulbamizda baxtli yashagan ekanman. "O, azizam, seni shuning uchun ham yaxshi ko'raman", debdi baliqchi o'zida yo'q xursand bo'lib. Shu kundan boshlab baliqchining xotini hatto kichik narsa ham insonga katta baxt berishi mumkinligini tushunib yetibdi va ular umrlarini oxirigacha baxtli va to'kis hayot kechiribdilar. Ana shunaqa.